Egalar 35 ming dollar deb turgan bir vaqtda pul zarurligi uchun o'ta ham arzon narxga ko'ndirib qo'ydim. Shu ortimdagi bodomzor 50 sutidan oshiq bo'lgan bodomzor qanchaga ko'ndirib qo'yganimni aytaymi? Videoni oxirigacha ko'ring, keyin aytaman. Yo'l bo'yida joylashgan 50 sutidan oshiq bo'lgan bog'imiz 200 tutdan oshiq bodomzori bor. Hosil berib turgan 200 tut. Har bitta bodomimiz 300 ming so'm, 400 ming so'mdan hosil bergan taqdirda 200 tutdan oshig'i 80 million so'm, 90 million so'm meva berib turibdi, pul kelib turibdi. Yerlar unumdor, suvdan umuman muammosi yo'q. Yosh ko'chatlarni ham ekib qo'ygan yoniga. Umuman problemasi yo'q bog'. Tayyor dehqonchilik qilish uchun tayyor bo'lgan bog'. Dokumentda umuman muammosi yo'q bo'lgan 50 sutidan oshiq bo'lgan bodomzorimizni ichiga mana shu 60 sutdan oshiq bo'lgan terazorimiz ham o'sha narx ichiga qo'shilib ketadi. Teralarning narxi 30 million so'mdan oshadi. Bu teralar sizlarga o'sha narx ichida bonus bo'ladi. Hammaga narx qiziq, shoshmay turing, manzilni tushuntirib olay, keyin oxirida aytaman narxini. To'raqo'rg'on sentridan Mirishkorga tushib kelishingizda qabristondan o'tishingizga o'ng qo'lda joylashgan. Mirishkordan chiqib kelishingizda Jeskodan o'tasiz, qabristonga yetmasingizda chap qo'lda joylashgan. Hamma uchun qiziq bo'lgan narxga keldik. To'raqo'rg'on eng arzoni egalari bilan tarash tortishib 35 ming dollar deb turgan bir vaqtlarda 27500 dollarga ko'ndirib qo'ydim. Qoyilmisizlar? Har bir sutiga meva berib turgan bog'imizda har bir sutiga 500 dollardan tushyapti. Tez bosib oladigan joyi, Absayning nomerini qoldiraman, telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.